Assalomu alaykum Alimovlar kanal Bugün sizlarga arzongina Captiva 3 mashinani ko'rsatib o'tamiz. Captiva 4 adet uzatilgan polностью hamma yeri 20 lik diskalar bilan turibdi. Farlarni durshanqanga yonibmi. Mashinamiz do'stlar 2013-yil ishlab chiqarilgan. Probegini hozir ko'rib aytaman. Salon holatlari dim ajoyib, ximsika bo'lib, chisti bo'lib turibdi. Tak, 138 ming kilometr yurgan. O'zini halol yurgani deb turibdi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, salon holati dim ajoyib. Mashina do'stlar puli dim arzon. Puli dim arzon do'stlar. Hozir oxirida pulni aytib o'taman. Plus taraflarini aytaman. Plus taraflari diska turibdi, chiroyligina. Dim mashina o'zini ochib turibdi, ko'rib turganingizdek. Keyin ximsiga bo'lgan salon ichi polностью hozir aytib o'tganimdek. Keyin rul turibdi, Cadillac rul, cruise control hamma o'zlari ishlaydi. Keyin plus yana gaz baloni bor. Gaz baloni qo'yilib turibdi, metan 250-300 km yurib beradi deydi polni. 2013-yil 138 ming kilometr yurgan, yarashib qaytib beriladi on metan gazlari, diskalari, ichida rullari puli 158 million so'm yarashib qaytib beriladi. Telefon nomerlarini pastga yozib qoldiramiz. Telefon orasizlar, gaplashib ko'rib olaverasizlar.